Assalomu alaykum. Men Mikrokredit bank tomonidan biriktirilgan Olmazor mahallasi agentiman. Bugun sizlarga kiberxavfsizlik, bank mahsulotlari haqida ma'lumot berish uchun keldim. Bilasizki, hozir kiber jinoyat haqida xabaringiz bo'lsa kerak. Sizga o'zini bank xodimi yoki davlat xodimi sifatida tanishtirib, SMS kodini ayting deb hisobingizdagi pullaringizni yechib olishadi yoki nomingizga kredit rasmiylashtiradi. Yana bir turi Telegram orqali sizga silka yoki fayl tashlashadi. Uni ochib ko'rsangiz, kontaktingizdagi hammaga o'sha faylni yuborib, sizning akkauntingizni o'zlashtirib olishadi. Bank mahsulotlaridan omonatlarimiz bor, 4-5 xil. Kreditlarimiz bor, ishsizlarga kafillik bilan, sug'urta bilan. Chakanada ishchilarga kreditlarimiz bor. Mahalladan kreditlarimiz bor 18%. Ana shu mahalladan 18% kredit kimlarga berishgan? Ishsiz odamga beriladi.